Assalomu alaykum. Hop. Raqohat turimizning 7 darsi. Bugun imtihon. Inshaalloh imtihonni tushuntiraman. Komponovka qilish kerak. Komponovkada nima bo'ladi? Ya'ni harflarning joylashuvi. Ya'ni ketma-ketligi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda daftarga joylashuvi. Bu yoq tomondan ham, bu yoq tomondan ham bir xilligi. Hozir kameraga yarmi sig'mayapti. Har tomonlama bir xil. Tepadan ham, pastdan ham. Harflar misol uchun u xohlaganingizcha qilsangiz bo'ladi. Misol uchun men tepaga yig'ib olib, pastga kamrog'ini, keyin eng pastiga ham kamrog'ini yig'dim. Buni qilsangiz bo'ladi. Xohlagan hammasini bir xil qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bir qator qilsa ham bo'ladi. O'ziga qarab, endi chiroyli chiqishiga qarab. Ko'proq chiroyli chiqishiga ham qaraladi. Dumaloq qilsangiz ham bo'ladi. Boshqa shaklga kiritsangiz ham bo'ladi. Misol uchun har xil shaklga kiritsangiz bo'ladi. Bu narsa bizda komponovka deydi. Xo'p. Imtihon qoidasi hamma o'tilgan harflarni yozish, ketma-ketligi bo'yicha aniqda, keyin komponovka shakliga keltirish. Xohlagan shakliga faqat o'sha shaklga o'xshasin bir, ikkinchisi bir xil chiqishi kerak. O'shangacha o'zingizni qiynab, quyonni shakliga keltiraman, kitobi shakliga keltiraman deb unaqa shakl olmang-da. O'zingizga yoqqan oddiy stilda bo'lsa ham bir xil chiqishiga qarab vazifalarni yozib buni mashq qilinglar oldin. Rosa ko'p mashq qilinglar. Xuddi shu shaklda, boshqa shaklda ham o'zingizlar xohlagan shaklda ko'p mashq qilib, oxiri eng zo'r o'xshaganini gruppaga tashlaysizlar. Xo'p, naqshlar kerak emas. Har xil naqshlar qilib tashlashingiz mumkin. Zararli emas. Agar o'zingizlar xohlasanglar qilinglar. Lekin shu naqsh qilishdan oldin misol uchun daftarga naqsh chizib oldinglar-da, keyin o'rtasiga yozmoqchisizlar. Shu yozishlardan oldin 100 ta 200 ta mashq qilinglar, обязательно mashq qilinglar. Chunki naqsh qilib qo'ydinglar, keyin yozayotgan paytingizda xato qilib qo'ydinglar, bu rad deb yuborib qo'yishingiz ham mumkin-da. O'shani inobatga olib, oldin rosa mashq qilinglar, keyin qilinglar. Bir ustozim aytardilar. Islom Muhammad ustozim. Men o'zim savol bergan edim. Ustoz degan yozuvni shunaqangi misol uchun xato yozib qo'ydik. Qanaqa qilib u xatoni bekitsa bo'ladi deb aytganlarda, birinchisi aytganlar. Birinchisi bu o'sha yozig'ingni boshqatdan yozish deganlar. Agar erinsen deganlar, naqsh chizgan deb aytganlar. Nimaga desam, naqsh yozuvni o'zini ichiga olib kirib ketadi deb aytganlar. Ya'ni agar siz naqsh qilsangiz, odamlar yozuvga emas, birinchi o'rin naqshga qaraydi. Agar naqshingiz yozuvdan yorug'roq bo'lsa, ya'ni bu yoqqa otilib chiqqan bo'lsa naqshingiz, odamlar birinchi o'rin naqshga qaraydi, keyin yozig'ingizga qaraydi. O'shani orasida sizni xatoyingizni ko'rmasligi mumkin, payqamay qolishi mumkin. Lekin u haqiqiy xattot bo'lsa, birinchi o'rin yozuvga qaraydi, keyin naqshga qaraydi. Yozuvga qaraganida birinchi o'rin xatoyingizni qidirishi mumkin. Chunki haqiqiy xattot doim birovni xat turini xatosini qidiradi. Ko'p ehtimol. Shunaqa ortiqcha anaqalar kerak emas, iloji boricha. Endi mayli, baribir ustozga gapirib kiring va naqshlik qilaman desangiz ham, qarang, unaqa bo'rttirib yubormang naqshni. Naqsh yozuvga mos tushsin. Hech ham naqsh birinchi o'ringa chiqib qolmasin. Ya'ni yozig'ingizda, misol uchun men bitta hozir katta qora tochka qo'yib qo'ysam, ham birinchi o'rin qora tochkaga qaratadi. Ya'ni diqqatini qora tochkaga e'tibor qaratadi. Naqsh unaqa bo'lib qolmasin-da. Naqsh orqa fonda qolib ketsin. Ya'ni shunaqangi fonda qolib ketsinki, odam sezmay qolsin naqsh borligini, lekin yozuv chiroyli bo'lib tursin. Birinchi bo'lib qaragan odam birinchi bo'lib yozuvga qarasin, "Voy, yozuv ham chiroyli" desin-da, keyin naqshga qarasin. Naqsh shunaqa bo'lsa, ayni muddo bo'ladi, xudo xolisa. Inshaalloh, xo'p, imtihon haqida tushuntirdim. Savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozinglar, inshaalloh javob berishga harakat qilaman. Bo'ldi, bugungi 7-dars shu, imtihon. Uyga tashlasizlar, inshaalloh. Imtihondan o'tganlar 8-darsga o'tadi inshaalloh. Assalomu alaykum.